Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa mana YouTube kanalini ham boshlab yubordik. Yuritishdi. Instagramda Sharxon chorva chiqadi. 30 mingtadan o'tib oldik. Bu firmamizda asosan faqat ko'pchilik biladi. Bu firmamizda faqat novoz baqiladi, yemlanadi. Yem berish jarayonidan xudo xolasa sekin videolarni ham ulashib boramiz. Qanday yem beriladi, qanaqa yem beriladi. Bir kunlik ratsionni ham xudo xolasa ko'pchilik kommentariyga yozyapti. Ularga nima beriladi bir kunda, qanaqa yem beriladi, qaysi payt beriladi, necha mahal qaraladi. Shu to'g'risida video qiling dedi. Qo'ldan kelgancha bir kunlik ratsionni ham qilamiz, joylaymiz. Sizlardan laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Videolarini biz ulashamiz. Xudo xolasa mana yemlarini ham birinchi aravamizni tugatdik. Ishtahalariga bir baho berib qo'yasizlar. İkinci aramamızı hem sekin olib kelamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, hurmatli obunachilar. Qirg'iziston buqasi 12 million 600 ga kelib tushgan. 18 oy atrofida bo'ldi. Ularimiz pashti yeb o'pdi. Ko'z tegmasin. Yana sol deyapti. Ularimiz ham yemlarini yeb olib sho'xlik turishadi ular. İştahalariga ko'z tegmasin. Hammasini ishtahasi zo'r. Solinmagandek qilib qo'yibdi o'zi oxidan. Ko'rib turibsizlar. Endi ikkinchi aravamizni ham beramiz. Oxiriga bir baho berasizlar, ko'rib turibsizlar. Ishtahasi вообще cho'tki. İkinci aramamızı ham berib oldik. Ko'rib turibsizlar. Bu yerdagi buqalarimiz ham ishtahalari вообще zo'r. Istemasa. Yem solinmagandek qilib qo'yishadi. So'sang yana yeyman deyishadi. Ko'z tegmasin ishtahalariga. Barcha ishilib ham qo'yishadi. Bu yerda ozgina silos qolib ketdi. Bu yerda ikkita Geneford buqamiz bor, bitta Kalmiy buqamiz bor. Oxirida ularda ham ishtahalari ko'z tegmasin zo'r. Bu buqamiz kasal bo'lib qoldi yaqinda.
Jag'i ishib ketdi. Yaxshi davolab yubordik. Yaxshi bo'lib ketdi. Doktor akamizga ham rahmat.